Assalomu alaykum Azizbek Olimjonov kanalining qadrli obunachilari. Bormisiz, omonmisiz? Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holiday'sning rasmiy ofisiga yetib kelganmiz. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga noyabr oyiga yangi qabullar boshlangan, shular haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Bizga yordam beradilar. Azizbekning o'zlaridan to'liq ma'lumotlarni olib, sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Azizbek, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush kelibsiz. Charchamayapsizmi ishlar bilan? Azizbek, hozirgi kunda noyabr oyiga yangi qabullar boshlandi deyildi. Shulardan qaysi sanalarimizga reyslarimiz bor? Hozirda joylarimiz mavjud. Avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Xo'p, eng yaqini 8-chi, 9-chi, 15-chi, 22-chi, 29-chi noyabr kunlari Farg'ona Madina yo'nalishi bo'yicha premyer reysimiz bor. Bemalol aloqa chiqsa, joylarni bron qilib beramiz. Xo'p, bundan tashqari Namangandan bir hafta bir marta reysimiz bor. Toshkentdan kunda-kunora reyslarimiz bor. Bemalol aloqa chiqishaveradi. Rahmat. Xo'p, Azizbek, safarimiz necha kunlik va qayerlarda bo'ladi? Shularni ham bir qator aytib o'tib ketsangiz. Safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Xo'p, o'zimizni o'zbek power akalarimiz xizmatda turishadi, yaxshi chiroyli taomlar bilan ovqatlantirishadi. Xudo xolasa. Bundan tashqari gastiniца oraliq masofalarimiz qanday? Xo'p, Madinada 300 metr atrofida bo'ladi, Makkada 1,5 kilometr atrofida bo'ladi. Makkada 5 mahal namozga avtobuslar bor, bemalol qiynalmasdan borib kelsa bo'ladi. Demak, ya'ni piyoda ham borish imkoniyati bor. Piyoda ham borib kelsa bo'ladi. 10 minut, 15 minutda bir tarafi 10-15 minut yetib olishadi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agarda siz ham ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan birgalikda umra ziyoratiga otlanayotgan bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, joylaringni bron qilishlaring mumkin. Ya'ni ishonchli va garantiyali tur firma Centrum Holidays bilan o'zingizni bexavotir his qilish mumkin. Xo'p, Azizbek, demak, mana shu aytib o'tib ketilgan sanalarimizga hozirda reyslarimiz bor, ya'ni yo'nalishlarimiz yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari bir sayohatga, ziyorat degandek shunaqa narsalar ham yo'lga qo'yilganmi bu paket ichida? Xo'p, Madinada payg'ambarimiz ravzalariga ziyorat qilinadi. Qur'on bosmaxonasi, Xurmo bog'iga ziyorat qilinadi Madinada. Makkada Toyif shahri va Qizil dengizga sayohatlarimiz bor. Bundan tashqari yana o'sha 50 boshlarimiz o'zlari ziyorat, sayohatlar qildirib kelishadi. Xudo xolasa. Bemalol ishonchli va garantiyali 50 boshlarimiz birga borib birga kelishadi, ya'ni 14 kun mobaynida birga shu yerdan ketishadi. Xo'p, do'stlar, hozirgi kunda yana bir narsa, Azizbek, narx-navolarimiz qanday belgilandi? Ya'ni hozirgi kun noyabr oyiga 10-noyabrgacha bitta narx belgilab qo'yganmiz. 10-noyabrgacha Farg'ona bilan Namangandan $1050 qilib beramiz. Xo'p, Toshkentdan $1000 qilib beramiz oxiri. Tushunarli. Demak, to'lovlarni qanday amalga oshirishadi? Xo'p, bizga Telegramdan aloqa chiqsa, bank shot raqam tashab beramiz. O'shanga eng yaqin bankdan to'lov qilib berishadi. To'lov qilib berishgandan keyin chekin tashab turib, bizga zagon pasportlarni tashab bersa, joylarni bron qilib beramiz. Bemalol ishlar chiroyli qilib tkazib beramiz. Xudo xolasa. Demak, Azizbek Olimjonov kanalidan chiqyapman desa, yana bir bonus chegirmalar qilib beriladi. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, bog'laninglar, aloqaga chiqinglar. Azizbek o'zlari to'liq ma'lumotlarni beradilar va siz obunachilarimizga imkon qadar narxlarni chegirmali narxlarda qilib beradilar. Azizbek, xudo xolasa obunachilaringizni zeriktirib qo'ymaysiz, sababi mana shunday yaxshi niyatda ota-onasini, oila a'zolari bilan birgalikda bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarimiz, aka-uka, opa-singillarimizga imkon qadar chiroyli narxlarda qilib bersangiz, biz ham juda ham xursand bo'lardik. Bemalol. Azizbek, xudo xolasa rahmat sizga, tan joningiz sog' bo'lsin. Bizni kuzatib boringlar do'stlar. Obuna bo'lib, obuna bo'lmaganlar like bosib va albatta obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlasanglar, biz juda ham xursand bo'lardik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'linglar. Rahmat hammaga.